kelin salom qiladi. Kelinni bekor shahardan qildingiz-da. Bizning sharoitda yashaylarmikin? Nima deysiz? Между прочим, men mana shu Lyuboy qishloqda tug'ilgan qizingizdan yaxshiroq qila olaman hamma ishlarni. Nima ish qilish kerak? Davay ko'rsatinglar. Mayli kelin. Faqat qo'shnilikka o'tib ketdingiz-da, bu yoqqa kelib gapiring. Mana shu davolmi? Xo'sh, kelin pasha ertalabdan turib qiladigan ishingiz sizga sog'ish bo'ladi. Begona qilishi mumkin. U yoq bu yoqni qashilab, suvini berib, yemini berib, voy, yaxshi odam tepmasdi-yu. Qaysi qozonda qilsam ekan? Kattasida qila qolaman, shirin chiqsa kerak. Oyijon, nimaga qozoningiz ikkita? Ikkitada bittasiga molga ovqat pishiramiz. Kattasidanmi, kichkinasidami? Kattasida-da. Yoqimli ishtaha. Mollaga somon beraymi? Men beraman. Zebo, u kichida degan somon. Tanay o'rganmagan, tosh bu yoqqa. Kuchi yetmaydi, bo'ylaydi bular. Rosta yetmas ekan. Oy, somon tashimayman, o'ling. Hamma yog'im qichib ketdi. Keliningiz zo'r raqsga tushar ekan-a? Pallakaz ekan. Somon rosta qichtar ekan, lekin yana nima ish qilish kerak? To'g'ri katakka haydash kerak. Mana mana. Biz tug'gan. Ha, kelin, olov yoqib bo'ldingizmi? Ha, qilib bo'ldim mana. Kallan tiqmaslik kerak ekan. Qo'ying shu ishlaringizni. Umuman qo'lingizdan kelmas ekan. Zato men internetda ovqat zakaz qilishni bilaman. O, chestimga tegmang. Mana masalan kecha ham qo'shnidan bir qop pul olib uy oldingiz-a, endi 2 barobar qilib qaytarishingiz kerak. Iskandar Buildings mezbon loyihasidan uy olganingizda 48 oyga bo'lib to'lasangiz bo'lardi. Hech kimdan qarz ham bo'lmasdingiz. Ha? Ne unda menga vaqtliroq aytmadingiz shularni? Siz ham sigir tepishini vaqtliroq aytmadingiz-ku? Battar bo'ling. Baraka toping, yaxshilab ezing. Hayot sizni qanaqa ezyapti? Ana shunaqa ezing. Ha. Men sizlarni ro'zg'oringizga to'g'ri kelmadim, uzr. Men shaharga ketmoqchiman. Yaxshi qolinglar. Oyi, xotinim qani ko'rmadingizmi? Ketdi ota-onasinikiga. Boshqa qiz topamiz. Oyjo, uzr, kechiring meni, qizishib ketdim. Men qolmoqchiman. Kechiramizda nima qilamiz boshqa? Rahmat. Unda molli qozonda qilingan ovqatni to'kiye birinchi bo'lib. Ha? Yo'q, kelsa. Ya to'xta.